Bizda taqdirlash marosimi, chunki Python guruhimizda ichidagi ayrim o'quvchilarimiz o'zini IT jamoasiga asos solgan va shu IT jamoasi ketidan birinchi daromadiga bu yerda sizlarning guruhingizlar nomi nima edi? TwoStack guruhini tashkil qilgan shu ikkala o'quvchimiz va bulardan kelgan daromad qancha bo'lib qoldi? 1 milliondan oshgan daromad. Bu yerda yana bir guruhimiz o'zini IT jamoasini tashkil qilgan. Kimlar shu IT jamoa a'zolari? Qo'llaringizni ko'taringlar. 3 kishi. 3 kishidan iborat. Sizlar IT jamoa nomi? End-to-end jamoasi. Sizlardan qancha daromad keldi? Birinchi loyihadan o'sha 2 million keldi, to'g'rimi? Yaxshi. Bular IT jamoasini tashkil qilib, birinchi daromadga chiqqanligi uchun maxsus rag'batnomalar bilan taqdirlaymiz. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz mana sizlar. TwoStack jamoasi. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Bu sizlarning jamoalaringiz uchun. Ama Sardor Saidjon ekan. Qani Saidjon, o'zing dildagi gaplaringni aytchi. Boshida o'zi biz jamoa ochishni xohlamadik, lekin keyin jamoachi odamlar topdik. Keyin jamoamizni ochdik. Men Javoh Sunnatman. Keyin buni ishxonasidan dadasi ishxonasidan endi shogirdlarim endi kimdir bor ekan, o'shanga proyekt kelgan kerak bo'lib qopti. Bizlarga aytdi. Bu bizlarga aytdi. Biz o'sha proyektni yasadik, ilova qismini men yaratdim va dizayn qismini men yaratdim. Front backendni yarmini bu yaratgan, yarmini bu qildi. Kimni vaqtiga to'g'ri kelsa, o'sha o'quvchi o'sha vaqtda proyektni yetkazishga harakat qildi va guruhimizga tashlab yubordi. Hozir guruhimizda vizitka va reklamalar sizlarga chiqqan va ular tarqatdik ham. TwoStack jamoasini demak asoschisi va rahbari bu yerda Shohjahon o'zing-a. Qani gapirchi, dildagi gaplaringni. Biz birinchi oddiy do'stim bilan shu ayrim biznes egalariga murojaat qilib ko'rdik. Ularning ayrimi yo'q deyishdi, ayrimi esa ha deyishdi. Biz ha degan javobni olish uchun, ko'proq olishimiz uchun o'zimiz jamoa, Telegram bot, Instagramdan ochdik. Ya'ni nomimiz tezroq chiqib, buyurtmalarni ko'proq olish uchun. Albatta bu samara berdi. Ya'ni bizda buyurtmalar soni ko'paydi va misol uchun yaqinda o'zimizni yaqinimiz sinfdoshlarimizga onlayn vinetka xizmatini qilib berdik. Yana undan tashqari o'quv markazlariga reklama xizmatlari yoki bo'lmasa davomat xizmatlarini ham qilib berdik. Mo'maygina daromad kelyapti. Demak, sizlarga qanday aloqa chiqsa bilan odamlar zakaz bermoqchimisiz? Bizni twostack.uz saytimiz orqali yoki bo'lmasa TwoStack Instagram yoki TwoStack Telegram kanallarimizga yozishi mumkin. Biz har qanday shu IT ga bog'liq bo'lgan muammolarni hal qilib beramiz.